Kun kech farqi yo'q. Ahro Alixonov kanaliga xush kelibsizlar. Va nihoyat biz 300 mingta bo'ldik. Agar esingizda bo'lsa, biz 300 mingtaga sizlar bilan birgalikda film olmoqchi edik. Va bugun biz Mizra mana shunaqa katta kinoteatrdamiz, chunki bizda mana shunaqa sostav bor. Bugun sizlar bilan film olamiz. Pog'inali! Salbiy xo'raygana. Xullas esingizda bo'lsa, biz aytgan edik, что biz 3 ta komandaga bo'linib film olamiz degan edik. Bugun bizda 3 ta komanda bor. Birinchi komanda. Kimga sizlarning san? Voy qoravoy, qoravoy, qoravoy. Yeboy! Birinchi komanda. Mani komandam, ikkinchi komanda Узкий круг. Va uchinchi komanda. Komandalar nomi nima? Aka-uka. Aka-uka! Hozir esa hammani komandasidan bitta liderdan tanlab olib, bu yoqqa chaqirib, hamma narsani sizlarga tushuntirib beramiz. Pagnali. Aka-ukadan Gambi chiqyapti. Assalomu alaykum. O'zimizning komandadan endi manman va bizda xullas shunaqa narsa bor. 3 ta komandaga bo'linib turib, biz o'zimizga bir kunning ichida ssenariy yozib turib, filmni o'zini olishimiz kerak. Har bitta komandada faqatgina apparatlarga o'ziga 1 million so'm ajratiladi. Janr bo'yicha biz hozir aniqlab olishimiz kerak, kim qaysi komanda qanaqa janrda oladi. Biza Jax bilan 200 mingta bo'lgan paytimiz o'zimizga va'da berib qo'ygan edik. Aka, 300 mingta bo'lganimizda biz siz bilan drama filmini olamiz deb qo'ygan. Va shuning uchun ham bizda o'sha janr aniq, biz drama olamiz. Sen tayyormiz? Thriller olamiz. Rayli? Da. Damn bro. Abish. Komanda nomi nima? Komanda nomi Ahror Alixonov do'stlar. Bugun bizda adios. Nima komandamiz nomini qo'yamiz? Qor Avoy. Komandamizning nomi Qoravoy. Sizlarda nima aka-ukamida? Yakkashoq. Yakkashoq, Qoravoy. Sizlarda nima komandalar nomi? Узкий круг. Nima yeymiz? Sosiska bilan tuxum yeymiz. Sirli omlet zo'r ketadi. Next tegida bor, ha? Janr nima? Janr. Janr bizga qiyinroq bo'lishi uchun komediyani tanlaganimiz yaxshiroq. Fantastik kecha oldi. Ujastik. Enterni gaplashib ujastikga boraylik. Yo, mayli, lider yeta qolsin, mana lider hal qiladi. Yo, nima deysizlar bizlar? Komediya, yumor deb to'g'rimi? Komediya yumormi? Yumor deb thriller. Bo'ladi, ujastikka ham qo'shib yuboramiz orasiga. Bo'ldi. Thriller ujastik. Sizlar ham tushunishinglar uchun bizda определённый ssenariy umuman yo'q. Va har bitta komanda o'zi bugun ssenariy o'ylab topish kerak. O'sha yerda monologlar hammasi bo'lishi kerak. Bir kun o'zida hamma shu filmni olib kerak. Let's go, pagnali qo'y. Xullas, bizlar tanlagan Узкий круг jamoasi, bizlarning jamoa tanlagan janr bu komediya. Albatta, ustasi qilganlar yaxshi. Shunda bitta aniqlab olaylik. Bizda bugun filmlarni olishgacha ограниченный vaqt bor. Hozir soat 10 bo'lgan bo'lsa, 10 ga yetib qolgan bo'lsa, soat kechki payt 1 gacha biz uje kameralarni o'chirishimiz kerak. Shunda jonimga tegdilaring, Ahror, yoqmayapsan. Все, в принципе, hamma tushungan bo'lsa, pagnali. Xullas tashqariga ham chiqib oldik. Endi esa hamma komandalar tarqaladi va bilgan bo'qini yeydi. O'shaning uchun davaychi. Bosinglar gazini. Davaychi. Ketdik, pagnali. Endi biz ham ssenariyni обсуждение qilishimiz kerak. Bitta joyga borib turib обсуждение qilib, qo'yimiz bosaveradi. Узкий круг komandasi ovqat orqali kuch to'plashga ketishdi. Ovqat hazm bo'layotgan joyda ular filmni ssenariysini o'ylashayotgan edi. Men omlet yeyman, qolganlar bilmadim. Sirnisi mozzarella sirligi. Mozzarella limanga zakas qilib keltibasiz. O'rni o'tiribsan, zakas qilsangiz, cholkalaring. Avni qarang, oling. Xullas soat mana 10 bo'ldi, rovno 10 bo'ldi. Biz syomkani 8 da boshlaganmiz. Shuning uchun 2 soatga kechib qoldilar, bratam. No, bitta narsa aytib qo'yaman, sizning komandangiz уже tarqalib bo'ldi. Oy, next time'sni desam, ha, dedi Joey. Shunaqa brat, tarqalib bo'ldi ular. Bo'ldi, orqaligidan aytib olaman. Shunaqa qilinglar. Ular bilan so'rashib qo'y. O'zingizlar masshtabi ko'rasizlar, shunchaki obuna bo'lib qo'yinglar, дальше больше bolalar. Поэтому давайте gaz pogнали. Xullas, mana hozir Azim bizga o'zi oldindan ssenariy yozib kelgan ekan, o'shani aytib beradi. Afsuski, shu payt mikrofonda ovoz bilan muammo bo'lgani uchun siz bu ideyani premyerada bilib olasiz. Xullas, bizda Bobur Chichivor. Короче, Bobur kelmadi. Bularda operator yo'q hozir. Imенно operator bor bitta dona. Lekin apparatlar yo'q. Shuning uchun bittada kadr o'sha apparat olib syomka qilayotganimizdan boshlanib ketadi. Da, shunaqa. Именно bularning komandasi shunaqa bir
Downski rossovri. Xorazmchalar so'ksanglar bo'ladi. Xullas, bularda shunaqa gaplar. Menimcha borgan yerdan keyin sразу уже kontent borasizlar. Mana shaxus o'zi kitob o'qimaydi. Lekin bitta перевод qiling-da. Qanaqadir kitob qidirgisi kerak. Davas topga qilamiz. Nomerni oladimi yo'qmi? Biz biyodaligimiz uchun nomerni ololmaydi. Shoh, nomerini bermaydi baribir. Nima kitob o'qiymiz? Okey, biromiz. Bunaqa qilmang boshqa. O'rtoqlar, hammasi chotki, endi syomkani boshladik. Qolgan komandalar bilmadim nima qilyapti, biz syomkani endi boshlayapmiz. Kanal Alixonov Ahror kanaliga hozir like bosib obuna bo'lib qo'yish eslanishmasin. Biza kuchayib ketganmiz, jigaram. Syomka uchun o'sha karnivallarni olganmiz bizda. Balakiya haydayaptiki. Balay qizlar oqyaptiki. Kim bilmadan gapiraysiz? Men. Kim ekansiz? San. Обсуждение Breaking Bad qattiq qilsa bo'ladi. Hozir qarochi biz ovqatlanishga borib, o'sha yerda ssenariysini konkretni taqa-taq to'xtatib bosaveramiz. Bir seriyani bilasanmi? Anhor Lokomotiv yonidagi? Biznes nomlarini gapirasanmi hozir? Lokatsiya tushuntiraymi senga menga? Ana uni bilasanmi, do'stan? Просто haypitsa qilib bilaman endi. Harakatdasan bilaman. Yaqinda uni bilan uchrashish keldingmi? Donk bilan. Patajon zo'r kuchayib ketibdi yozyapti kommentar. Qatga borsam meni aybim bor. Real stadionga boribman, Real yutqizdi, meni aybim. Menda Vitalitiga to'p tasib berganman-da, ana o'ynayotganman. Bunday o'ynamoqchi degan meni aybim, men yutqizdirganman. Osyomkam o'xshamasa meni aybim eshitdi, bolalar. Spitsanli mod Ahror uchun sotib olganman. Bir, ikki, uch. Tayyormisizlar? Kamera motor. Wow! Mana g'oyat mana bizning kadrimizda Bobrello paydo bo'ldi. Da do'stlar, men bugun hozir chotki qilib hozir chotki qilib kontent olamiz va bolalar bilan komandamiz yig'ildik. Bolalar, короче, men nima o'yladim? Drama olish mumkin emas dedilar. Komediya ustki ruh otdilar. Ahror nima otgan? Pop в целом. Biza men fikrim triller, chunki fantastika olamiz, montaj kerak, vaqt kerak. Eng oddiysi triller. Ssenariyda такой detektiv, mana shunaqa narsalar bo'ladigan. Короче, boyvik hammasi qo'shilgan bitta такой zamudrённый ssenariy. Xo'p, qaranglar. Triller bo'lgandan keyin примерно qanaqadir urushroq narsa olsangiz zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Da, men ham shunaqa deb o'ylayman. Men o'yladim, tipa qanaqadir o'g'irlikmi или konflikt. Mafiyaliroq narsa olsangiz. Da, mafiya. Короче, men бойцовский klub ko'ryapmiz-da? Ko'rganman. Qisqacha aytib beraman, bitta odam. Ладно, go дальше. Bir soat ssenariy tuzaylik-da. Nima kerak narsalarni yozib olaylik, polniy. И lokatsiyalarni shundoq men ko'rib sizlarga topib beraman. Men lokatsiyalar juda ham ko'p. Mana shunaqa kadrga lokatsiyaga bitsalar, o'shga borib hamma kadrni olamiz. Keyin bo'ladimi? Например, endi mafiya bo'tgandan keyin, например, bizga pistolet kerak. Da. Uni topamiz. Okey. Pistolet rostagan bo'ladimi? Manikini chiqarib qo'yamiz, otasini. Короче, ебаный хуй hazillar bilan zayf qildi zaman. Men fikrim. Вот примерно misol uchun mafiya narsa olib ketish kerak. Case, допустим. Narkotik, pul или pul. Biza bu yerda sizlarga nima bo'layotganini ko'rsata olmaymiz. Spoiler bo'lib qolmasin. O'zingiz syujetni ko'rib olasiz. Xullas bizni syomka boshlandi. O'sha kiyimlarni kiyyapmiz. Qaranglar. Kimni cosplay qilgan? Mayka kim kiyadi bunaqa mayka? Mana bunaqa lipoy, например, sviter olamizda, zipka olamizda. Yo'q, Ahror! ket. O'zingni tegidi, to'g'rimi? Ko'karganga o'xshab. Mayli. Давай, ko'timizni ko'taramiz. Hadi ket. O'tiraverar ekan bu ishlamas ekan yo'q. Давай, ishlama. Qo'yadi. Golubsi. Давай. Завоз. Latifa aytib bering. Latifa? Это anekdotmi? Anekdot. Pivo. Как бы pivo? Pivoda vitamin kam. Shuning uchun juda ko'p ichish kerak. No, okey, menda ham bitta latifa bor. Arbuzning. Yo'q. Arbuzning. Arbuz. Pashol naq. Короче, biz bolalar bilan ovqatlanishga keldik. Hozir ichkari kirib turib, polniy ssenariy qilamiz. To'g'risini aytaman, umuman uxlaganim yo'q. 2 soat uxladim. Bilmayman nima chiqadi. Albatta, qanaqa rolik olganimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Real qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Давайте. Ovqatlanishga keldik. Tanga ham olaymi? Bitta olaman kalamizga. Давай, nima oldi siz o'sha? Men paplotski makaron oldim. Tuxum,
kolbasa. Chachao. Chichao. Bilal aka, ishon, shunaqa uyqum yotdi. Meniyam. Tez-tez anaqa qilib turishsa shundoq uy ketaman-da. Tez-tez deganing bilan, sen uxlaysan. Uxlab yolaman, sinamabdi. Shuni qo'yaveraman. Ne. Shu vaqt tualetga kirib yotdi jala. Tashlayman. Maktab o'quvchisi. Yo'qinishda. Niyatni son qo'yibman ko'k choyda. Hatton urib hidi keladi deyman. Niyatni. Asorqa issiq urib ichirsan. Zo'rda zubnoy pasta. Biz esa bu yerda syujetni muhokama qilyotgandik. Asosiy rollar va yana bloger hamkasb do'stlarimizni chaqirishni o'ylayotgandik. Xullas biz bolalar bilan taxminiy ssenariyni uje yozib oldik. Birinchi lokatsiyaga borib turib syomka qilishimiz kerak bo'ladi. Voy qizuv. Ulakaman nima qilayotgan ekan-a bu? Xullas do'stlar, mana biz uje 31 dekabrga keldik. Mana 31 dekabr soat 17:46. Hamma videolarni tugatib bo'ldik, montajlarni ham tugatib bo'ldik. Bu hammasi Instagramda bir hafta yo'q bo'lganimiz progrevida. Javohir o'zi tasdiqlab beradi-da. Videoni albatta oxirigacha ko'ringlar, chunki biz ikkalamiz Javohir bilan ssenariy o'ylab qo'yganmiz. O'sha ssenariyni realni amalga chiqarib bera olganmiz. Shuning uchun ham bu qiziq. Bitta savol bor. Nima? Gref bo'ladimi? Mana shuncha uzoqdan olib keldingiz bu yerga. Gref bo'ladi. Bilasanmi nimaga? Chunki uzum tezkorda hozir yangi yil munosabati bilan juda ham katta aksiyalar ketyapti. Yo'q-e. Men ambassadorman plus. Do'stlar, albatta sizlar ham bugun yangi yil munosabati bilan uzum tezkordan o'zingizlarni yaqinlaringlarni xursand qilinglar, chunki u yerda juda ham katta bonuslar, chegirmalar, aksiyalar ketyapti va men sizlar uchun spesialni ularning o'zlaridan promokod so'rab oldim. Mana mana shu yerda chiqadi QR kod va promokodi bilan Ahror 100 promokod. Ushbu promokodning soni chegaralangan va ishlatib qolishga ulgurib qolinglar, chunki yangi yil munosabati bilan katta bonuslar olasizlar. Davaychi zakaz qilamiz. Alright, bro. Bizning vaziyatimizdan kelib chiqib, hozir ssenariy qildik-ku, gapda hamma narsa oson tuyuladi-da. No 3 soat 12 vatda syomkani birda boshlasak ham bu juda vaqt kam qoldi degani-da. Agar hozir biz svetlarni qo'yib, juda katsini oladigan bo'lsak, hech nimaga ulgurmay qolamiz-da. Shu paytda esa Uzki Kruk syomkani o'zi boshlab olishibdi. Akalar babi shustiridi. Также Baburitto'ni komandasi o'zi ko'chadagi kadrlarni olishni boshlashibdi. Alim, super kino olgan ishlarim. Taygani hammada yumoristik qobiliyatlar kuchlidir. Kreativность bordir, lekin bizda kadrlar olinishi va unga beriladigan emotsiyalar vashshe dahshat chiqadi. Уже quyosh botyapti, поэтому svetni ushab turibman sizga, чтобы ko'rinishingiz uchun. Bu yerda esa ular kvartirani ichida syomka qilish uchun svetlarni qo'yishyapti. Короче, momentda nima bo'lyapti? Syomka qilyapmizda, xavfchik kelyapti, ovqatlanyapmiz. Uyqu kelyapti-yu. Shunaqa yo'qotdi-yu hozir Ahror syomkasi. O'zimni syomkamga unchalik ko'timni ortmayman-da. Va mana bizning komanda. Javob bilan javob o'sirma, turib ketib qo'yaman. Och yo'ldan. Yana o'sirdingmi? Короче, hozir bizda ozgina muammo bo'lib qoldi. Bu yoqqa kelishimiz bilan birinchi lokatsiyaga keldik. Именно ofitsiantlik paytimni olishga. Bu lokatsiya hali beri yopiq ekan. Kecha gaplashdik ular bilan. O'shanga men bilmayman hozir nima qilishni. Tanishga telefon qilganman, pastini egalariga. Bosh ularda o'xshab qolar, olsak bo'lib qolar. Хорошо. Bela to'g'risi bor-ku. Prям kun boshlandi, уже minus vibe bor-ku. Javob azuvchi qilib bergani uchun rahmat. O'ylashim bo'yicha sizlar hamma narsani tushundinglar. Endi esa ko'p intriga qilmasdan filmlarni premyerasiga o'tamiz. Let's go. Ahror nima bunaqa chiroylisan desanglar, chunki bugun bu yoqda hamma chiroyli gardi. Assalomu alaykum. Как вы? Джексон. Hozir so'rab keling. Legendarная фраза. Какая? Ваша. Какая? Меня. Еба. Biz tayyorlanamiz, короче, agar hozir filmimiz hech kimga yoqmasa, butun Ahrorlik kanalini o'chirib olamiz. Bitta nol reaksiya bo'lsa, sразу o'chiramiz. Agar to'g'risini aytaman, bu videoga juda ham ko'p ishlaganmiz. Progrev, короче, ko'p ish bo'lgan. Shuning uchun umid qilaman, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar yoqgan bo'lsa, albatta fikrlarni yozib qoldiringlar. Qanaqadir xatoliklar bizlar tomonidan o'tgan bo'lsa, rahmat.
Что, javob tayyormisan? Да, biz tayyormiz. Va nihoyat наконец-то hozir premyera bo'ladi. Sizlar ham ko'rib albatta fikrlarni yozib qo'yinglar, chunki bizga juda ham muhim. Shunga qarab biz o'samiz. Hozir esa birinchi komandani filmini ko'ramiz. Ya'ni nima o'ynoqi bulut komandasi. Shunday taklif qilamiz. Guldiroz qarsaklar ostida. O'ynoqi bulut. Yarim soatda o'yladik, syomkaga chiqib ketdik bo'ldi. Shunaqa, такой test. Bitta kamerada oldik, bitta papetkadan. Okay, endi esa birinchi komandani o'ynoqi bulut komandasini filmini ko'ramiz. Birgalikda davaychi! Marras konchimni. Bilaman, uydasan kichkintoyim. Iltimos, ishingni och bo'lmasa yomon bo'ladi. Ishini qilib uchmasinda. Ulash esimdan chiqibdi-yu. Malinki muttaham. Ishni olib ketmoqchi bo'ldingmi? Gazga shuncha qarzing bor. Qarzi bor kishini urib sindirishini deyishgan mazgil. Uyingni sotib bo'lsa-ham to'lashing kerak, sen uyda bekor. Uyet. Gigabayt qasmiyim bilan pul Senga hamma pulni qaytaraman. To'g'risi, bu kabit. Men senga to'g'ri aytaman. Hamma qarzida qolaman. To'g'risi qarachigan, menga ishongin. Xo'risi uyimni sotaman. Qumorni Yo'q. chidaganga chiqargan. Qarz bo'ldingmi? To'laysan. To'lamaysanmi? Yo'q. O'lasan. Xato qildingmi? To'g'rilash kerak. Polvon. 200 ming a. Faqat menga suzasan. Qarzingni to'laguningcha. Ikkita kishka bor. Gaplashib qo'yganman. Yig'lama. O'zingni bos, mushuk bo'l. Ol kartani. Yur. Qo'ychoqlarim, men bu 31. Ay. Bola. Menda 31. Endi hammanglar bitta uylarga peshkom ketasizlar.
Nutka! O'taqqa kulyapsanmi? Nifiga pul ololmaymiz. Bolani puli yo'q. La nima qilamiz unda? O'y oddiy o'ldirib yuborganda kayfmas edi. Shuning uchun bolalar bilan kelishib olib, azginasini o'rtaga tushirib o'ynatdik. Yo'q, men umuman tushunmayapman-da. Menda $200,000 qarzim bor edi. Nima qilib borman summa kulib bunaqa o'ldirishga? Ana mana joylari menga yoqyapti. Men juda ham yaxshi odamman. Oxirgi so'zingni ayt. Gambit, qarang, men sizga yuz berishim mumkin. Boshqalardan ham pul ishlaymiz. Hamma qarzimdan qutulaman. O'chir. Oxirgi gap. Limonad? Ahror ibanat? Nima bile? Semirdimi Zafar? Pulimizni yegandan keyin semiradi. Davay. Shoh qani? Tepada qoldi-yu. Pul bilanmi? Pul bilan? Yeb down. Allo. Da boss. Xotiram pullar menda. Ровно $500 000. Oh, pullar. Voy blok! Dem mashina. Ahror ibanat? Bo'ldi. Bu memni Ahrorga o'tkazib yubordik, bo'ldi. Bo'ldi, уже qutuldi bu narsadan. Istoriya meniki emas. Xo'p, biza основной ssenariy bo'yicha ko'p vaqt ketdi, reально. Chunki yarim soat vaqt ketdi. Biz примерно bir 4-5 ta boshladik, 11 gacha syomka qilish kerak edi. Основной kechasi bo'ldi-da, syomka ko'chada ham kam olib, o'shanga faqat zakritli joylarda olishga harakat qildik. Bitta joylari takoy kesilib ketdi. Mayli, o'shanga ozgina. Короче, o'zi biza o'ylagan narsalar sal bo'lmay qoldi. O'zgarmas ekan. Men hammasini birinchi marta bu narsani qilyapmiz-ki, o'shaning uchun ba'zi narsalar qolib ketdi, ba'zi narsalar bir-biriga to'g'ri tushmay qoldi. O'sha momentda o'zida ssenariy o'zgarib ketib qoldi. Biz xohlagan narsa 100% chiqmadi. Misol uchun bitta joyda nimaga gambit постоянно лекарство anaqa
dori darmon ichib yurdi, chunki oxirida tugab qolish kerak edi, o'lib qolish kerak edi. Lekin poplanib ketmadi, и в итоге просто ketmadi, soat 1 gacha olishimiz kerak edi. Day, просто Shohrux pulni uxlatib ketdi bo'ldi. Agar kay bo'lsa, yoqgan bo'lsa, ikkinchi komandaga o'tamiz. Sizlar bemalol o'tasizlar bo'ladi. Rahmat. Yana bitta qarsak. Rahmat. Endi esa shu tempni yo'qotmasdan ikkinchi komandaga o'tamiz. Ya'ni Uski Crew jamoasi bitta qarsanglar. Vamos! Assalomu alaykum. Mana Bitta noto'g'ri ish bo'libdi. hozir Birinchi oqlab olaylik. faqat bizlarni emas, bizlarni syomka qilgan operatorlari va bizlarni videoni montaj qilgan montajyor ham kelish kerak edi. Aziz ko'rayotgan bo'lsang, minglarni. Ishchilar uchun har bitta komandaga 1 million so'mdan texnikaga ajratilgan. O'sha pulni ovqatga ajratish kerak edi lutsi. Bizlarni operator skillini birinchi kadrdan o'zinglar ko'rasizlar. Birinchi kadr bo'ladi-yu, kirib kelish kinoga. Birinchi kadrni ko'rdim. Birinchi kadrdan o'zinglar ko'rasizlar, o'tda bilmadim. Keyin menga montajyor topib berasan. Nimaga gapingiz bormi? Og'izga ishim bor. Bo'lmasam biz esa ikkinchi komandani filmiga o'tamiz. Let's fighting! Da, mashinamni urib oldim. Bilmayman, hozir pul kerak menga. Qayerdan topishni bilmayapman. Qayerdan bilay? Qandoq? Shundoq mana. Qandoq? Bardiyor ustiga chiqib ag'anab ketdim. Bo'ldi, nima qandoq? Yo'q, qandoqsan sog' qolding? O, menga hozir shu hazillari yetmay turibdi. Olsam o'zi falokat mana bu. Anaqa hazil? Mashinaning ahvoliga hech nima qolmabdi-yu. Ayb o'zingda-de. Biz senga necha marta aytdik? Hamma aytdi. To'g'ri yurgin. Yomon yo'llarga kirma. Qancha qiz o'tirdi bu mashinaga, og'ayni? Mana falokatni uyda qoldi. Ahvolga qara. Problemani hal qilish kerak. Pul topish kerak. Kim mashinasi o'zi bu? Arendani. Hop. Короче, bitta ideya bor. Hop. Pul kerak-a? Ha? Pul topamiz. Hop. Как раз bugun Real o'yini bor. Aha. 2 koeffitsient qo'yding, bam bum bam. O, faqat unga ham boshga tikish uchun pul kerak-ku, sen berib turasanmi? Ha, o'lmang. O'sha pul menda ham yo'q, pul topish kerak edi. Yo'lon oldiga boramiz ham. Yo'lon? Qaysi yo'lon? Sinfdoshimiz? Ana, shu ustri bolani aytsa